Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Inside degan o'yinni o'ynab obzor qilamiz. Bu o'yinni oxirigacha bormoqchiman to'g'risi, lekin bu o'yin juda ham uzun. Shuning uchun oz-oz qism-qismlarga bo'lib o'ynab ko'ramiz. Qani ketdik. Bu o'yin nimaga mo'ljallangan desanglar, bu prosta tak simulyatsiyaga mo'ljallangan. Sivilizatsiyadan chiqib ketgan odamlarni kakutda zombi qilib qul qilib ishlatishmoqchi bo'lishadi. Bu bala nima desa bo'ladi? O'shalardan sal qolib ketgan, sal zombi bashara bo'lib qolmagan bala bo'ladi. Korporatsiya qanaqadir korporatsiya odamlarni zombi qilmoqchi bo'ladi, lekin bu balacha hop mana zombi bo'lmoqchi emas bo'ladi. Bo'lmoqchi emas bo'ladi, keyin qochib ketadi. Короче, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, sal moshin bor, odamlar bor, odamlardan shor bo'lib qochib o'ynash kerak. O'yin davomida hozir ko'p tushishimiz kerak, odamlar qo'liga ko'p tushib qolamiz. Dal shu o'ynab qism-qismlarga bo'lib ketamiz. Mana ikkita охранник turibdi. Hop, mana payqadi, sraz payqadi. Nimaga maska taqib qolgan? Mana bilmadi, ko'rmay o'tib ketdi. Ushbu xolodilnikni nima qilish kerak? Okey. Kuchuk ko'rib qolmasmikan? Yo'q, ko'rmadi. O'yin eskiroq, ancha avval chiqqan, lekin ko'p o'ynalmagani uchun uncha trendga chiqmagan o'yin. Lekin bitta ikkita streamerlar o'ynab obzor qilgan xolos ko'p. Nimaga chiqolmayapti bu yerda? Uncha ko'p streamerlar o'ynamagan. Menimcha uni olish kerak. Okey, mana surish kerak ekanda. Okey, mana surdik. Ustiga chiqib olamizmi? Chiqib olamiz. Mana bo'ldi, o'sha ustidan oshib o'tdik. Okey, ko'rmadi. Bilib ko'rdi. Dalish kuchidan qochib olamizmi? Okey. Hop. Kuchidan qochdik. Gap yo'q, lekin tez yurar ekan. Ancha tez yurar ekan kuchi. Okey. Yana qarab o'ynash kerak. Menimcha mana masjidlarda yana odam chiqadi, o'zi odam quvlash kerak. Dal shu o'yin juda ham qiziq bo'lib ketaveradi. Dal suvlarning ichida, laboratoriyalarning ichida. Holi o'yin qizig'i holi oldinda. 10 ta qismga bo'lib chiqarsam, davay yugur. Sraz orqaga qochish kerak. Ana o'xshadi. Nimaga buni zo'r o'ynalyapti desanglar, men bu o'yinni to'g'risi avvalam ko'p o'ynaganman Zirk kompetimda. Shanga ko'p missiyalarni bilib o'tish menga hozir oson bo'lyapti to'g'risi. Okey, bitta ham odamlar bor ekan. O'yinni o'ynamaganga to'g'risi ancha bo'ladi, bir hafta yo oy bo'lib ketadi. Okey, o'tib ketarlikchi. Bildi. Hop, mashina sakrash kerak edi. Okey, qolib ketdi orqada. Agar sakramaganimizda hozir to'qanardik. Bu orqadan yugurib kelyapti. Hop. Gap yo'q. Anadan kuchliyan qo'llab kelyapti. Hop. Sakrash ko'rsatib lazım. Hop.
Vau. Vashshe yomon-ku. Fondagi muzika sizlar fondagi muzikani eshitsanglar tamom hayajonlanib kelar-ku. Ashuna yomon bo'ldi lekin. Otib qo'ydi. Блядь, пиздец. Spokojno otib qo'ydi, pastroqdan suv o'taylikchi. Menimcha Serani otardi. O'sh mana. Mamaqqa. U уже nafas qaytdi mana bilan. Tashqariga chiqib suzish kerak. O mana bu yerda kurshalar o'ng burchada chap tarafda qarab turibdi. Axranalar. Hozir cho'chqa fermaga keldik menimcha. Cho'chqalar yotibdi. Xo'sh. Короче, mana cho'chqa fermaga kelishdan oldin men o'zim bu o'yinni to'liq gameplayini ko'rgandim. Bu o'yin to'liq gameplayda mana shu joyda to'g'risi sekretniy joy bor edi. Короче, sekretniy joyi bor edi. Xullas o'sha ish qilsa, sekretniy joy ochilardi. Mana bu yerda по-моему eshik bo'lishi kerak. По-моему masjidlarda eshik bo'lishi kerak mana. Ama o'tib ketib bo'ldik. Короче, ashu o'ttalarda eshik bo'ladi. Pastga tushib turib, sirazi oxirga yetib borasizlar o'yinni. Полный syujetda o'ynamay, sirazi sekretniy chiqish bo'ladi u. Shuna joylari ham bor edi. Mayli biza полный syujetda o'ynayveradi, syujet bilan qiziq. Cho'jichalarni yig'ish kerak edi. Ba'zi qolmadi mana. Okay. Cho'jichalarni hammasi kerak. Nimagaligini sal keyinroq bilib olasizlar. Bog' ochiladimi? Bitta ush qilib sakrab chiqardik. U kamgina o'yin, kamgina esdan chiqqan. Qanaqa qilib sakrardi? Bo'ldi. Bundoq qilardik. O'yinning fizikasi ham вообще chotga ishlangan bu. To'g'risi, o'yinning fizikasi вообще jinnicha ishlangan. Mana firmaning ichiga keldik. Tak. Endi bog'dan eshikni ochib turib, cho'jichalarni olib kirish kerak edi. Okay, uni olib kirdik. Tak. Okay, mana qarab turinglar. Endi sizlarga bitta narsa ko'rsataman. Mana baqa o'ta olmaymiz. Ba'da devor bor. Baqa o'tish uchun tak mana buni zavod qildirish kerak edi birinchi o'rinda. Уже zavod bo'ldi. Endi qarab turinglar buratlar. Cho'jichalarning devor tagiga kelishini kutib turasizlar. Keldi. Hammasi devor o'zinglar orqalardan devorga keladi. Sira sakrab tez borasizlar. Okay, hozir bir richani shuni turasizlar-yu. Cho'jichalar hammasini mana buyoqqa sovorish kerak. Mana. Endi mana bu samon pressi yutorib turib, samon pressmi, vida pressmi? Mana oshib ketasizlar. O'yin juda ham genialni. Gameplayini ko'rmay o'tish qiyin. Odamning esida qolish kerak. Okay, hozir bittan sakrash kerak edi.
bitta ham to'g'ri sakrash kerak-da. Mana. Cho'chqalar ustiga tushish kerak. Hop. Okey, cho'chqaning ustiga tushdik. Undan keyin bitta qanaqa qilib o'tardi? Mana buni olish kerak edi aytgancha. Xo'p, buni olib borganimizdan keyin okey. Buni olib bordik. Endi mana bu cho'chqa hozir uyg'onib ketish kerak menimcha. Yo'q, uyg'onmadi. Boshqa joyida ekan bu. Xo'sh. Mana mana shu joyda uyg'onadi hozir cho'chqa. Mana. Okey. Mana shu joy vash qiziqda boku. Hop. Bitta mazasini ochib qo'ydik bir achgan. Bitta udarli joyim bor ekan barachan. Anke, torro. Ikkinchi marta ham bir achishga chidamadi. Fondagi muzika uncha qo'rqinchli. Hop. O'zini nahvoydi menga qo'tab. Ana endi cho'chqa bizga to'g'risi xavf tug'dirmaydi. Orqasidan butidan tortib oldidan yutorib baqa kelib turib fondagi muzika mencha qo'rqinchli-ga. Okey, surilish kerak edi menimcha. Nima qilish kerak edi mashtada? Короче, o'zi mashchi boshimizga qo'ygan narsa bilan bo'ldi, boshqa surilmayapti-ku. Ha, bo'ldi, mana o'ziga tortish kerak ekan. Endi buni yechish kerak edi. Qanaqa yechardi? Ha, mana bo'ldi, yechildi. Xo'sh, bitta ikkita narsa to'g'ri odam esdan chiqib qoladi. Buni o'ynamaganimga ham to'g'risi mana 1,5 oymi, 1-2 oy bo'ldi. Buni holi bundan ham qiyin sekretni yo'llari bor. Vay. To'g'risi odam jinni bo'lib qoladi bunga olib. Okey. O'zi to'g'risi sizlar oddiy versiyani sotib olsanglar, o'yin mashtaga kelganda to'xtaydi, lekin bizda dalshi davom etadi. Mashtaga kelsanglar hozir odamlarni mana ko'rayotgan bo'lsanglar, o'ng tarafda odamlarni ishlatadigan, olib ketadigan qo'llarda, как будто bunda robot qilishga. Okey, salgina o'taylik. Xo'sh, o'yindan zerikmaysizlar. To'g'risi, bitta o'zingizlar o'ynasanglar ham zerikmaysizlar. 100%. Bundagi buni
Baqi tushirish kerak, shu momentdagi zanjirni olishimiz uchun. Okey, ba'dagi zanjirga chiqib hozir yana nima qilish kerak edi? Okey. Mana. Xo'sh. Tepaga ko'tardik. Endi baqaversa, bitta ham chumchuqchalar bor ekan, lekin bu missiya to'g'risi meni o'zi chumchuqchalar ekan. Men esimda qolmagan bu missiyasi, esimda muncha yo'q. Случайно o'z qilaman, to'g'risi. Bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa yo'q. Xo'sh, bittan chiqardi. Menimcha o'lib qolmasa kerak. Ha, bo'ldi, tushundim. Bo'ldi, tushunarlik. Baqa hozir chiqib turib, taxtani ustiga sakrab, buni ustiga chiqib ketamiz ekan-ku biza. Buni sal pastroqqa tushiramiz. Sal pastroqqa tushirsa o'xsharmi-ku? Balachiniki abjirgin ekan. Baribir yetmayapmiz. Maytdan sakrasa o'ynaymizmi? Xo'p. Okey. Sal esdan chiqibdi bu joylari, to'g'risi. Ha, bo'ldi. Tushunarli. Bo'ldi, ancha tushunib qoldim. Eng maksimalda borilligiga ko'tarib, xo'p, endi qilib ko'ramiz. Ana. Uy! Pastga tushib ketdi-ku yana. Okey. Nimaga birachga? Nimaga hozir yetib turib endi yetolmayapsan? Shoshmaymiz. Birachga shoshyapti. Sal uni pastroqqa tushiraylik-da. Okey, maksimal pastga. Yo'q. Sal ko'taramiz. Yo'q. Sal ishimiz o'xshamayapti shu joyga kelganda. Mana bo'ldi. Endi maksimal ko'taramiz. Ana endi o'xshashi kerak menimcha. Ko'ryapsizlarmi, bratlar? O'yinda o'yinda to'g'risi reallikka juda yaqinda. Yana salgina xato qilamiz.
shu joyda juda ko'p qolib ketdim, nimagadir. Bu missiya ham sal odamni qiynayapti. O ana o'tdik. Xursandman. Hop, ana. Esimda ekan lekin ko'p narsalar. Hozir agar nima qilish kerak edi endi baqa? Hozir menimcha esimda o'sha seyfni olib mana bu arqonga osilish kerak edi menimcha. Yo, pastga tushish kerak ekan. Uni pastga tushdik. Okey, podvalga. Menimcha bo'ynagi seyfni faqat sudrash kerak yo biror narsa predmet bor edi. Okey. Nima qildik hozir? Hozir nimadir qildik, bratlar. Nimadir sug'urib qo'ydik, nimadir ish nito bo'ldi. Bo'ldi, men bittan sakrash kerak ekan, значит. Alright, buni baqa kelib turib ochib bo'ldi, tushundim. Ancha tushunib qoldim. O'yin shu tarafi bilan qiziq. Ishlarni qalasini olib ketmaydimi? Bo'ldi, chotki. Ana endi tushunarli, bratlar. Ana sizlarga головоломка o'yinlar. Hozirgilar bo'lmasa kerak menimcha. Anchadan burun головоломка o'yinlar o'ynaganimga ham ancha bo'lib ketdi. Bu Insight ichida eng zo'ri men o'ynaganim. To'g'risi eng populyarniy missiyasi kuchukdan sakraydi-ku. O'sha eng populyarniy missiyasi menga ash yoqadi, to'g'risi. Qolgan missiyalarni ham baribir zo'r, lekin o'zini tanitgan missiyasi kuchukdan kuchuk unda reshotga bo'ladi, sakraydi. Eng taniqli missiyasi ashi. Muncha xunuk tushdi. Badachi juda ham xunuk tushib bo'ldi. Серьезно. Rahmlarim kelib ketdi, серьезно. Hop. Sekingina sakra. Hop, mana mamalidan rom bor ekan. Juda chiroyli tushdi. Endi bu boshqa gap. Bu boshqacha решение. Nima qiladi bu narsa? Men shunga qiziqaman.
Okey, bu bitta menimcha chiqib ketish kerak yana tepaga. Alright. Tepaga, dальше tepaga deyman. Balacha, как ниндзя. Nafas olishi yomon. Qo'rqib nafas olayotgan bilinyapti balachan. Men o'lib qoldim deb o'ylayman. Okey, sakrash kerak. Как Человек-паук. Nega balachaning yuzi yo'q? Shunga hayron qolaman. Pastdagi odamlarga qaraylik, как zombida. Ну, zombi emas, как qul qilgan boynayda ko'rgan bo'lsanglar kallasiga ulab olgandik-ku. O'shani qilib ishlatgan olib kitobda-da. Okey. Qadam chiqaraylik, yo'qmi-yo? Bo'ldi. Men tushundim. Bu o'yinni nayrangga tushundim. Ana endi odam sal kalasa ishladi. Ебать. Ё-моё, tovani qo'rqib ketaman. Zo'r narsa ekan. Buyoqlarni lekin esimda vobshe qolmagandi, серьезно. Bularni yoqmay o'tsa nima qilarkan mana? Easy, просто easy. Lift ishlamas ekanda. Okey. Judayam tekshiruvchan. Nima desa bo'ladi? Judayam aniq robot ekan, серьезно. Okey, mana bu yerda endi yo'q. Xo'sh. Do'stlar, videoni mana shu joygacha ko'rganlaring bo'lsanglar, agar sizlarga juda kattakon rahmat. Mana shuncha qiladigan kontentimni qo'llab-quvvatlaganlaring uchun. Dальше bu videoning ikkinchi qismini keyinroqqa chiqarishga qaror qildim. Videoni bo'lib chiqarishga qaror qildim. Mana shu yergacha ko'rgan bo'lsanglar, podpiska bosib qo'yinglar. Xudo xolasa 1000 ta bo'lib qolarmiz. Videoga like bosib, o'zingizlarni kommentariyalarni yozib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Hammaga sog' bo'lasizlar. Hammaga xayr.